2024-yilda qanaqadir tadbir uchun Telegramda quiz tuzib ko'rmoqchi bo'ldim. Albatta bunda quiz botdan foydalandim. Lekin menga bu prosess juda uzoqdek tuyuldi. Ya'ni barcha savollar, javoblar, variantlarni yozib chiqish juda noqulay edi. Shunda o'zimga savol berdim. Shu narsani sun'iy intellekt orqali qilsa bo'lmasmikin? Chunki sun'iy intellekt quiz tuza oladi. Shuni Telegramning ichki funksiyasi bilan birlashtirsak, juda ham zo'r va qulay bo'lardi degan xayol keldi. Va bu narsa aynan mana shu botimni yaratishimga turtki bo'ldi. Simple Quizzer bot. Ushbu bot PDF fayl, Word yoki matnli hujjatlar bilan, web sahifa bilan, oddiy Telegramdagi tekst, audio, video va rasmlar bilan ham ishlay oladi. Siz shunchaki faylni yuborasiz va sun'iy intellekt shu fayllar orqali sizga test tuzib beradi. Juda ham qulay va sodda. O'quvchilarga va o'qituvchilarga test tayyorlash uchun soatlab vaqt ketmaydi. Botimiz har bir quizni o'rtacha 15 sekundda tayyorlab beradi. Va bundan tashqari siz biror imtihonga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu bot sizga yordam beradi. Universitet, maktab, IELTS, DTM yoki boshqa imtihonlarga tayyorgarliklar uchun ideal. Siz shunchaki o'qigan ma'lumotlaringizni ushbu botga tashlaysiz, bot esa sizga ushbu fayldan quizlar tuzib beradi va siz o'z bilimingizni tekshirishingiz mumkin. Botimiz rus, ingliz va asosiysi o'zbek tilida ham ishlaydi. Endilikda sizga quiz tuzish uchun 2 soat emas, 1 daqiqa yetarli bo'ladi. Bu videoda demak Simple Quizzer botimizni ijodini tekshirib ko'ramiz. Qani boshladik. Xo'p, demak birinchi bo'lib ushbu botni qanday qilib topib olish mumkin? Bu yerdan Simple Quizzer bot deb qidirasiz va ko'rib turganingizdek chiqadi. Ustiga bosamiz va aynan mana shu bot bizni sun'iy intellekt bilan ishlaydigan quizlar tuzib beradigan botimiz va uni boshlash uchun startni bosamiz. Demak, startdan ko'rib turamizki, aynan mana shunday hujjatlar bilan ishlay oladi. Yana bir aytaman, PDFlar bilan Word fayl yuborsangiz bo'ladi. Oddiygina Telegramdagi message, oddiy SMS qilib yuborsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam har xil web sahifalar bilan, audio, video va rasm bilan ham ishlay oladi. Va aynan mana shu joyda ko'rishimiz mumkinki, mana shu joydan boshlangan. Ko'rishimiz mumkinki, u har qanday fayl bilan ishlay oladi. Xo'p, birinchi bo'lib oddiygina tekst yuborib ko'rdim. Ya'ni Telegramdagi oddiy SMS message qilib, shunchaki test sifatida ko'rib turganingizdek, demak, quizlar tayyor va bu yerda Simple Quizerga xush kelibsiz. Bu quizning nomi va qisqacha mazmunini keltirib beradi va undan tashqari bizda vaqt bor va savollar soni. Xo'p, albatta mana quizlar tuzildi. Endi hozir ishlashini ko'ramiz. Xo'p, demak, oddiygina tekstni oldim va yubordim. U birinchi tekstni tekshiradi va aynan mana shu joyda savollar sonini tanlashingiz mumkin, 5 tadan 20 tagacha. Va hozirda demak bizda premium yuzerlar 20 tagacha savol tuzishi mumkin. Oddiy yuzerlar esa 10 tagacha, 5 tadan 10 tagacha. Demak, premium sotib olish uchun upgrade qilsangiz bo'ladi. Va aynan mana shu joyda premiumingiz bo'lmasa, aynan premium sotib olish tugmasi chiqadi va shu orqali siz premium sotib olishingiz mumkin. Premiumimiz hozirda oyiga 30 ming so'm tashkil qiladi va albatta bu narsa shu botimizga ketayotgan resurslarning o'rnini qoplash uchun ham aynan premium dasturini ham yo'lga qo'yamiz. Demak, oddiy tekst yuborib ko'rdik. Endi savollar sonini belgilaymiz. Deylik, 5 ta savol deylik, oddiygina va generate quiz qilasiz. Va shundan keyin quiz tuzish boshlaydi. Va har bir savolga 30 soniyadan quiz tuzib berdi. 5 ta savolli. Demak, start quiz qilsangiz, aynan mana shu chatni o'zida quizlarni ko'rishingiz, yechib ko'rishingiz mumkin. Yoki share quiz qilsangiz, u har xil chatga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Agar share to group qilsangiz, gruppada jonli viktorina shaklida aynan mana shu quizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, ishlashini ham ko'rsatib o'tdim. Umid qilamanki, ushbu bot sizga foydali bo'ladi. Va albatta sizni o'z bilimingizni tekshirishingizga yoki nimanidir yangi narsa o'rganishingizga foyda beradi degan umiddaman. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.